O'zbekiston Got Talent. Sizlar bilan men o'sha Sersalom boshlovchingiz. Yaxshimisiz? Siz bizda chiqib rasm chizgandingiz-ku. Siz ham rasm chizasizmi? Men ustoziman. Ustoz va shogird. Qanaqa rasm chizasiz? Turli xil noodatiy uslubda portretlatsam, 5 yoshimda matematika daftariga qizil ruchkada shifokor rasmini chizganman va uni dadam ko'rib, meni rassomchilik o'qituvchisiga olib borgan. Insonlarning rassomchilikka bo'lgan mehrini oshirish maqsadida turli noodatiy portretlatsam. Kist dona mix qoqilib, o'sha mixga ip o'tkazilib, portret chizganman. Undan keyin barmoq izidan portret chizganman. Street art bo'yicha eng zo'r ishlarimdan biri Toshkent shahrida Maxtumquli ko'chasida bitta bolacha proteagaz kiygan holatda havo ifloslanib ketgan, havoda o'zini saqlagan holatda qum o'ynayotgan tasvirlangan. Ekologik muammolarni olib chiqishni yaxshi ko'raman, xursand bo'lardim. Agar imkoniyat bo'lsa, devorlarni bizga ham berishsa, chunki bizda eskizlarimiz tayyor turibdi. To'g'risini aytsam, g'oyamanda juda ko'p. Ko'pchilik rassomlarni hayot paytida qiyin yashaydi, hayot qiyin o'tadi. Nimaga rassomchilikka nisbatan bunaqa odamlarda fikr? Ya'ni buni kimdir o'zgartirish kerak. Nimaga aynan men emas deganman. Men hozir ko'rgim kelyapti. Tez sahnaga chiqing. Tez chiqavering. Chiqavering, sizni kutishyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring, ismingiz? Men Shohruh Husaynov, Navoiy viloyati Nurot tumani Yangi Bino qishlog'ida tug'ilganman. 26 yoshman. Ikki qo'l, ikki oyoqda bir paytda rasm chizaman. Rostdan. Ana bo'lmasa. Qirmagin, xudo xayr. Nima unaqa janjal qilasiz, ey? Ne unaqasiz? Siz gaplashib turing, biz o'zimizga gaplashamiz. 28-iyunda davlatimiz rahbaridan Mard o'g'lon mukofotini qo'lga kiritibsiz. Mana shunaqa kamtarona mehnatimizga yuksak e'tirof bildirilib, Mard o'g'lon davlat mukofotiga loyiq ko'rdilar va eng quvonarlisi bu mukofotni shaxsan davlat rahbarimiz, hurmatli prezidentimiz o'z qo'llari bilan topshirdilar 28-iyunda va bu sana men uchun yodimda qoladigan eng unutilmas sana bo'lib qoldi. Bugun nima chizasiz shunda? Harakat qilaman portret chizishga. Qanchalik o'xshadi, kimga o'xshadi, oxirida ko'ramiz. Marhamat. Boshlasam bo'ladi. Ketdi. Bir vaqtda qanaqasiga ishlash mumkin? Я пошел. Гляну. Я тоже. Mana qo'ylabman, nima bir keyin ko'rganman internetda. Birinchi mana buni qilib oladi. Mana joy tog'asi turib, keyin mana buni boshlaydi. Keyin oyog'ini o'ng tomon, keyin chap deb o'ylabman. Hammasi bora-bora ekan. Ketyapti.
Valla 2 minut. Bo'ldi. Bo'ladi. Bo'ladi, ko'rsataman. imkon boricha harakat qildim. Voy, Ana Bobur bo'lmasa aka. Bobur aka. Voy, Bobur aka siz. Dahshat. Zo'r, zo'r. Nimaga mana chizmadingiz? Тебя долго надо рисовать, красиво. O'zimni rasmimni olib ketarman, bugun uyga ilib qo'yaman men. Tagiga dastxatingizni qo'yib qo'ying. Qo'l bilan oyoqni chizish uchun bu zo'r. Zo'r emas. Dahshat. Идеально, вообще. Бриллиант. Ха. Да. Rahmat. Barakalla. Omad tilayman sizga. Men ham sizga ha deyman. Hammamiz nomimizdan. 3 daqiqa va siz loyihamizda qoldingiz. Ko'rishamiz. Rahmat. Ana qo'l qo'ymadingiz-ku. Dastxat qo'ymadingiz. Voy. Daromadingiz shundami? Uzr. Ha, daromadim shundan. Yaxshimi? Ha. Ana nima qiladilar? Arxitektor yuribdilar, baza qilib turib. Bosing gazini. Rahmat.